Dasturimiz davom etadi. Suv taqchilligini yumshatish masalasi jahon hamjamiyatida bo'lgani kabi mamlakatimiz uchun ham yirik ijtimoiy va iqtisodiy muammo hisoblanadi. Bugungi kunda mazkur muammoni imkon qadar yumshatish maqsadida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Bugun Buxoro shahrida Zarafshon daryosi havzasining iqlimiga chidamli kompleks suv resurslarini boshqarish loyihasi doirasida tashkil etilgan tadbirda ham bu borada amalga oshirilayotgan ishlar va galdagi vazifalar atroflicha muhokama etildi. Ushbu tadbir Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi hamda Kristas Shveysariya konsorsiumi bilan hamkorlikda 2023-2027 yillarda amalga oshirilayotgan Zarafshon daryosi havzasining iqlimga chidamli kompleks suv resurslarini boshqarish loyihasining birinchi bosqichi doirasida tashkil etildi. Mazkur loyiha Shveysariya hukumati tomonidan, ya'ni Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi orqali moliyalashtirilmoqda. Yig'ilishda Zarafshon daryosi havzasida suv resurslarini boshqarishning asosiy masalalari, jumladan iqlimga bardoshlilik, institutsional va huquqiy jihatlar hamda havza bo'yicha kompleks va sohaviy boshqaruvni muvofiqlashtirishdagi eng yaxshi amaliyotlar muhokama qilindi. Ma'lumot uchun, mamlakatimizdagi asosiy suv resurslaridan biri bo'lgan Zarafshon daryosining uzunligi 877 kilometr bo'lib, undan Samarqand, Jizzax, Navoiy, Qashqadaryo va Buxoro viloyatining 650 ming gektar yer maydonlari sug'oriladi. Bugungi kunda suv taqchilligi nafaqat iqlim o'zgarishi, tabiat inqirozi, balki insonlar hayotiga katta xavf solayotgan global muammo hisoblanadi. Uning ta'sirini kamaytirish uchun esa barcha davlatlar hamjihatlikda harakat qilishi, suv resurslarini to'g'ri boshqarish, undan o'ta tejamkorlik asosida foydalanishimizni bugun hayotning o'zi taqozo etmoqda. Aynan shu mas'uliyatni his qilgan holda Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi O'zbekiston uchun juda muhim bo'lgan suv inshooti Zarafshon daryosi havzasining iqlimiga chidamli kompleks suv resurslarini boshqarish loyihasini moliyalashtirmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mazkur yig'ilishda loyiha doirasida 2023-yildan buyon amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar hamda kelgusidagi rejalarni belgilab olishni niyat qilganmiz. Tadbirda ta'kidlangandek, loyihaning asosiy maqsadi barqaror rivojlanishni ta'minlovchi va iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytiruvchi samarali suv boshqaruvi tizimini yaratishdan iborat. Loyihaning muvaffaqiyati esa boshqaruvning barcha darajalari mahalliy kengashlardan tortib milliy tuzilmalargacha bo'lgan hamkorlikka bog'liq. Tadbirda so'z olganlar Zarafshon daryosi havzasida iqlimga bardoshli integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish loyihasi Zarafshon havza kengashi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qanday hissa qo'shayotgani, shuningdek, oldimizda turgan muammolar va ularni suv resurslarini integratsiyalashtirish boshqaruv tamoyillari hamda suv, energiya, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologiya yondashuvi asosida birgalikda hal etish zarurligi haqida ma'lumot berdilar. Bugungi kunda asosiy maqsadimiz shundan iboratki, shu daryoni, havzani umumiy deb ko'rib, boshidan shu Samarqand viloyatidan boshlanib, shu oxiri Buxoroga tugasa, shu Buxorogacha muammoni bir kompleks qarab, muammoni yechishga ishlarni bajarishda amalga oshirilgan. Albatta bu muammo o'ziga yarasha hamma viloyatlarda bor, havzada bor. Shuni birgalikda kelishilgan holda, vazirliklarni jalb etgan holda yechishga harakat qilinmoqda. Tadbir davomida suv resurslarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish borasida O'zbekistondagi eng yaxshi amaliyotlar tahlil etildi. Yig'ilishda Sirdaryo Zarafshon, Quyi Zarafshon, Amu Buxoro va Amu Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari va Zarafshon suv ta'minoti tizimini ekspluatatsiya qilish boshqarmasi vakillari, loyihaning milliy muvofiqlashtiruvchi qo'mitasi a'zolari, Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi orqali moliyalashtirilgan suv resurslarini boshqarish bo'yicha milliy loyiha rahbarlari, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati, Caritas Shveysariya va Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi vakillari ishtirok etdilar. Yig'ilishda kengashning kelgusidagi rejalari belgilab olindi.